bitta ekspertimiz qoldi. Bir og'iz gapirsalar, o'zingizni bir sohangiz bo'yicha marhamat. Men Soliq qo'mitasi yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasida davlat soliq bosh inspektoriman. Hop, menga berilgan vazifa bizning inspeksiyada elektron shaklda xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy korxonalar faoliyatini monitoring qilish sho'basi tashkil etilgan. Ushbu sho'bada ishlayman. Bu elektron shaklda xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalar deganda o'sha Facebook, Google, Apple, keyin Netflix, yana shunga o'xshagan mana Amazon deb aytib o'tyapmiz haldan beri. Amazon, Booking.com shunga o'xshagan chet el xorijiy korxonalari faoliyatini monitoring qilish. Bular nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo bo'yicha global kompaniyalar hisoblanadi. Elektron shaklda xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, NDS to'lovchi bo'lib, ro'yxatdan o'tish kerak soliq organlarida. Hozir mana Istiqbolli loyihalar milliy agentligi vakili aytib o'tdi, o'sha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan elektron tijorat korxonalari O'zbekistonda yuridik shaxs bo'lib ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritishi yo'lga qo'yilayotgan bo'lsa, bu elektron shaklda xizmat ko'rsatadigan korxonalar O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatganligi uchun realizatsiya qilish joyi O'zbekiston Respublikasi deb e'tirof etiladigan xizmatlarni ko'rsatadigan bo'lsa, bunda bizda QQS soliq to'lovchisi bo'lib ro'yxatdan o'tib, QQS solig'ini O'zbekistonga to'lab berish kerak bo'ladi.